Assalamu alaikum qarindoshlar. Mao tönөгün ayağı top-toplada yıkıp şögen savol-javoblar to'g'risidagi videoni men boya ko'rib chiqdim. Ötküzüp ko'rdim. To'liq ko'rgidek bir yerim yo'q uninki. Chunki hech qanday bir yangilik ko'rmadim u yerda. Savol so'rag'uvchilarmi shu qadar o'tkir savollar bordi, so'rayapti. Javob berguvchininki u beradigan javoblari hammamizga bu yod bo'lib ketgan gaplar. Zaten o'zining qaysi bir yig'inlarga qatnashib olam shumul natija yaratib o'tganligini deyishdan boshqa gap yo'q. Ammo bir necha o'tkir savol so'rilibdi-yu, ammo javob berguvchi hech chanishib ketibdi u yerda. Sen sotchimi, men jinoyatchimi? Ya'ni umumiy bir nuqtadan olib aytganda, umumiy shu savol javob yig'inidan keyingi menga bergan ta'siroti bu bir lükçekler guruhi. Yani bir lükçekni çıkarıp koygan oldığa, bir sapasız lükçekni oldığa çıkarıp koygan bir top gayri niyetlik insanlar apmeni vatkan, devam kılatkan bir şirket desek buludu bu kurultay degenini. Çünkü dikkat kısanlar özlerimi bu şirketin neticesini tilga alganda onun dastlabki bir tiyinma puli yo'qoldidan hozir 3 million dollarlik dasmoyaga ega aşınçılık pulni aylantirayotgan bu cho'ng shirkatga aylanganligini, bu shirkatga pul berganlar, bu shirkatda ovozi bo'ladigan, ya'ni savol so'rash haqqi bo'ladigan, pul bermasa bu shirkatniki ishlarga aralashish haqqining bo'lmaydiganligini oshkor e'lon qilib kavatidi bo'la. Bu tunji qatam emas. Uzun bo'ldi. Mushtadab kavat qili. Sen pul ber, a'zo bo'l. Pul bersang a'zo bo'lsang, andan keyin sening mendan savol so'rash haqqing bo'ladi. Men o chaqda men jinoyatchi emas, bir javob berish o'rnida javob beraman sana deydi. Ammo bu shirkatga yaxshi niyat bilan kiray deganlarninkimi bir qism niyati durust bo'lgan odamlarniki kiramaganligini ko'rdik. Ya'ni xalq zodi bir durust odamlarni kirgizaylik shu shirkatga deb bir qism vakillarni saylab bersa, ularniki tanlash komiteti bor emasmi? U komitetda mana shu oljuqqa o'xshash oxirgi qadamda o'tkazildi turganlar bo'lg'achqa bu saylangan vijdonli insonlarni ichiga kirgizmaganligini ko'rdik. Ya'ni bu bir tijorat shirkati, Jambaqtlar shirkati oldiga bir lükçekni chiqarib qo'ygan, yo bir tili yo'q, masalan bir chet ellikning oldiga berib bir gapini uqtiramaydi. Mayli qaysi tilda bo'lmasin. Uyg'urcha bo'lsa uqtira olishi mumkin, uningdan boshqa tilda uqtiramaydi-da. Mujdan bir lükçekni chiqarib qo'ygan, ammo shu lükçekning keynida bir 3-4 doktorlik qolpiqi va o'zini mutaxassis atib olgan bir necha texnik nachar lükçek bor-da. Aşılar boshqardi bu shirkatni, oldiga kichik lükçekni chiqarib qo'yib. Ularning muddaosi nima? Buni hozir hech kim isbotlay olmaydi, ammo bir yomon niyat bor bu yerda. Ammo qiziq yeri, kulkilik yeri, bu shirkat men butun millatga vakillik qilma deb turib zuvon chiqaryapti-da xalqaroda. Bir tarafdan sen pul vermesang, ishimga kirmasang, bizga a'zo bo'lib kirmasang, so'zlash haqqing yo'q deydi. Yana bir tarafdan men kiray deb bo'ptimi millatning beshida o't ko'yitibdi, men kirib ishga lillaga qilib qo'y deganlarni kirgizmaydi. Ham shuning bilan bir vaqtda men butun hatto shu chet eldagilar emas, butun vatandagi 30 necha million Uyg'urning vakili deb turib mutahamlik, mushtum zo'rlik bilan dunyoga ovoz berdi. Ham biz birdan bir vakili, Uyg'urlarning birdan bir vakili deydi. Dunyoda bundoq nomussizlarni ko'rganmisizlar, qarindoshlar? Faqat Uyg'urning ichida mushtoq nomussizlar mavjud. Nimishqa? Sabab bizning bo'shanligimizdan.
Udlu kögen yerde yüzüge tükürüp durup, ey sen şirketini devam kıl, ama ben sana vekillik kılma deydiğanga ananın hakkı yok diyenmegenlikimiz üçün, bular o şirketini devam kılawatıdı, hem milletinin namını setip durup can bekiwatıdı. Bizning lamzalligimiz, bizning yuvoshligimiz, yaramasligimiz sababidan butun bir millatni indigenous people'ga aylantiryapti. Xalqarada BDT'ning tizimlikida indigenous people'larning tizimligiga kirib bo'libdi Uyg'urlar. Shu qadar cho'ng bir isbot turib ko'z oldida. Men bilmayman, u doktor nereden kelib qolgan? Men hatto qarshi deydi-da, masalan. Indigenous atışığa men qarşı deydi o, ama o men şəxsi namımdan qarşı deydi. Yani şirketning namından qarşı emas. Qarşı eman diyemaydı. Yani o şirket Uyg'urni setip indigenous kirgizib, hatta vatanning aka birni-birini pashlab setib etish yeri bo'lsa, uni setib etib xajlab etishga tayyor. Ama onundan savol so'rasangiz, men şəxsi o'zim qarshi bu ishga, ama şirketning namından qarshi tura olmayman deydi. Yani bundaq muştumzor, bundaq muhtaham, bundaq lükçeklerini başka bir milletten qat'iy uçurtamaysiz. Ama bu şirketnin kimi tutkan yolunun birisi, yani aldığın gündekidek işte xalq bilan uçuruşadigan sorunlar bo'lsa, bir türküm kötəmikeşlerini aldın ekirib oldu o sorunga. Alıcok sözler bu ya da çoğan çıkarıp, yani haqni so'zlaydiganlarning ovozini besib etishga. Uni ko'li qochadi. Birisi lillaga qisli 3-4 gulkirab vaqirab chiqib uning ovozini besib etadi. Bu tasodifiy bo'lib qolgan ish emas, bu ularning burundan qo'llangan taktikasi. Bir misol bersam, shu Rabiya Qodirni chiroyli gap bilan o'rgatolmagandan keyin urib buni birimi qo'ytimiz deb, qurultayniki Meynükdeki işxanasida 5-10 lükçekке araqni ishkizib, yandaki ishxanaga o'tag'izib qo'yib, axir bostırıp kirib, adam urgan Rabiya Qodir bir momayning qo'lini mujib etgan ahvollarni o'ysanglar bo'ladi. Bu bir lükçeklar guruhi. Ma'valik osmonga qarab bir nimani tadqiq qiladigan shirkat ishlayotgan Qalpaynak cho'ng lükçekdan tortib, Türkiye'de özüne mutaxassis atib olgan lükçeklargacha hammasi ya bir tili yo'q, ya bir iskati yo'q, ya bir sapasi yo'q, bir kichik lükçekni boshqib chiqarib qo'yib beshiga boshqarayotgan bir shirkat bu. Hamda xalqimiz nemishqa mushu shirkatga chepilib oladi deganda, bu shirkat burun shirkat emasdi. Uyg'urninki hammasi e'tirof qiladigan bir markazdi, bir tashkilotdi. Bu tashkilotni o Rabiya xonim 10 necha yil dunyoga davron silib tonutib, bir pul kiradigan, maoshliq ishlaydigan odamlar bor, bir organga aylantirib qo'ygandan keyin bu shirkat ochadiganlar fursat keldi, bu shirkatni qo'lga kirgizib, jon beqishimiz kerak, tijoratni avutishimiz kerak degan maqsadda mecburi putlab öğretti momayni. Bişer momay yalnız kaldı. Atrafıda bir neçe adam var. Bula 10 neçe adam, 12 adam dedi o da momay. 12 adam birleşip momayni öğrep bu şirketini ravajlandırıp hazırkadek aletke geldi. Yani yıllık mançı milyonluk kirimi var, kirim çıkımı var. Hem tömür kalkan bilen tosalgan, yani uğralgan bir şirket bu. Tömür sepila var. Onun içine özleri xalagan adamlarını tallab kirgizidi. Men kirmisem bo'lmaydi aşağıya, men xalq uchun ovoz chiqaray deb u Polat qalqonga tushganlar og'zi buni yerildi, kirolmaydi. Mushundaq bir tömür qalqon ichidagi, bir tömür qapaz ichidagi bir shirkat bu. Bunu o'zgartma deyish bir ahmoqonalik. O'zimi dedi-ku Aramzodagoy. Nemishqa bizga fikr berdi, bizni tillaydi deganda bizni cho'ng bilgachga fikr berdi. Bizni cho'ng bilgachga bizni tillaydi. Bizni yaxshi ko'rgani u deydi.
Mında мәсхәрне алдыңламы qarindoshlar? Ya'ni yana bir nuqtadan olib aytganda buning gapining asosi bor. Xalq shu burun markaz atalgan shu tashkilotniki ta'siri hozirgacha bo'lg'ashqa ham o'zlari bir kuchli bir boshqa bir markazni qurib chiqqanmag'ashqa mushu markazni bir o'zgartkili bo'ladimi, bir nimalarni qilib, mayli yolvorib, mayli tillab bo'lsin o'zgartkili bo'ladimi degan bir ahmoqona xiyolda necha yil tirishdi. Uning natijasini ko'rdinglarmi? Bu bir lükçekler guruhi, bu bir şirket. Onu o'zgartirish mümkün emas. Çünkü bu yerda bir payda manfaat ishi bor. Bir necha haramzodning jon beqish ishi bor. Men shaxsan buning ichiga kirib olgan ajoyib sapasiz pastkash insonlarniki holiga qarab, bulardan umid kutishniki bir ahmoqona ish ekanligini aldaburun mo'ljallab bo'lgan. Şunu men ko'p qatim dedim. Bu şirketga bo'lgan umidni tal to'kis uzish kerak. Butunlay uzish kerak. Ham bu şirketga islolmaslik kerak. U jinni biqaversin. Hozirgi gap, agar bu şirketga pul berayotganlar Uyg'ur xalqining insoniy haq-huquqlarini qo'g'dash uchun pul berayotgan da'vatgan bo'lsa, bu şirketning yoqasiga esilish emas, shu pul berayotganlar bilan dialog qurish kerak. Sen Uyg'urga pul beryapsansa yoki men shirkatga beryapsansa pulni deb ular bilan dialog qurish kerak. Agar yo'q, men Uyg'urlar ozroq bo'lsin, kunning seyrig'ini ko'rsin, shuning foydasi bo'lib qoladi deb pul beryapman degan bo'lsa, andaq bo'lsa men shirkatningki mohiyatini ularga tonitib, bu pulning xatoyaga berilayotganligini bildirish kerak ularga va xalqaroda bu şirket daim jar selayotgan, men Uyg'urning birdan bir vakili deyotgan bir xato hukmniki aniqlamasini dunyoga bildirish kerak. Dunyoga bular Uyg'urga qat'iy vakillik qilolmaydi deydiganni bildirish kerak. Ya'ni xalqning ovozi xalqaroga chiqishi kerak. Ana shu chog'da bu shirkatning tijorati kasotlashadi. Men birdan bir vakil deb Uyg'urning nomida ovoz chiqarolmaydi. Bularning hozir masxara bilan deyotgan bir gapi bor. No'chi bo'lsang, sen bir tashkilotni tiklab oldimga akel, meni yang. Ana shu chog'da men ko'tamni qisib yo'qolma deydi. Bu bir reallik, bu rost gap. Shunga hozir agar shu mayli Facebookda bo'lsin, WhatsApplarda bo'lsin qaynab so'zlayotganlar mush qurultayni etlab. Meningcha hech hojat qolmadi, hech bir tiyilni hojat qolmadi. Chunki bularning mohiyatini %100 ko'rib oldinglar mencha hozir. Shunga bularning gapini tilga olmaslik kerak hozir. Bularni ko'rgan yerda tukirish kerak. Biz bir ish qila olamizmi? Ana mushularning degani rosa shu. Sen bir ish qila olamsa, agar bir kollektiv bo'lib oldimga chiqa olsang, adangdan keyin gaping o'tadi menga deydi. Bu to'g'ri gap. Shunga hozir mush so'zlayotganlar, qaynab so'zlayotganlar, men vijdon egisi deyotganlar, o'z oldinglarga qaynab nazariya so'zlab, xalqni bir yo'lga yetaklayma, ishondirma, mening nazariyamga ishondirma demay, bir yerga keladigan vaqt hozir sizlarning bir yerga keladigan vaqtinglar. Yolg'izotning chingi chiqmaydi, bilasizlar. U so'zlab agininglar bilan xalqlar kunda anglab kirib, sevib kirib uxlab qoldi, uning natijasi bo'lmaydi. Shunga mushu qaynab so'zlayotganlar cho'qim bir yerga kelib, ko'pchilikning kuchini bir yerga qo'yib, bir guruhga hosil qilishinglar kerak. Agar haqiqiy mushta bir guruhga 10-20 odam yetaklaydigan bir guruhga shakllansa, xalq agishidi. Men ishonman hozir bu şirketni, bu qurultay şirketini qo'llaydiganlar meningcha eshib ketsa 20%, eshib ketsa xalq orasida. Qolgan 80%ning ichida angiz 50-60%ti mushundaq bir qarshi bir guruhga o'tirg'i chiqishga biz qo'llasak, mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin deb o'tirdi xalqimiz. Ammo mushu bir guruhga shakllanishning gaplari bo'yotdi-yu, ammo amaliy besilayotgan bir qadam yo'q. Shunga agar gapinglar rost bo'lsa,
bu milletni qutuldurayli, bu millet qirilib yo'qolib ketmasin. Men ko'zim uchiq ketib qolmay bu dunyodan Uyg'ur bo'lish suputim bilan vijdonim bilan ozroq bo'lsin ish qilib boqay desanglar, quruq sapsat so'zlab emay gruppalarda. Bir yerga kelinglar. Bir yerga kelib o'tirib maslahat qilinglar. Kollektiv holda nima qila olamiz? Xalqqa bir chaqiriq chiqaringlar, xalq sizlarni qo'llaydi. Mana hozir Mavo Dilyar bu ishniki purg'ini beryotidi, ammo bir amaliy bir harakat boshlangani yo'q, uni ko'rmadik. U boshlagan petishonmi to'xtab qoldi. Ya'ni uni chaqirganlar jiq emasmi? To'xtab qoldi. Uning oxir qanday bo'ladi bilmaymiz. Ammo bu davom qilish kerak, chunki xalqaroga Uyg'urning ovozini yetkazish, ya'ni o shirkatningki Uyg'urlarning vakili emasligini bildirishda bu bir muhim narsa. Uningdimi muhim bo'lgani mushu hozir g'azablanayotgan kuchlarni bu to'g'ri bir yo'lda mangmasak bo'lmadi, bu millat yo'qolib ketyotidi davatqanlarni bir yerga akilish. Bu hammadan muhim ish hozir. Şuna işinin to'g'ri yo'li shu qarindoshlarim. Agar bu dunyoda bir inson süpütüm bile öyle ko'zim uchiq ketib qolmay bu dunyodan. Hayat vaqtimda bir amaliy ish qilay deydigan yeringiz bo'lsa, qarindoshim. Mayli kim başlasın, shular bilan bir yerga keling. Jiddiy bir silkinib bitib qolimizni jiddiy holda harakatga kelib bir yerga kelishimiz kerak. Bunu da ma'avvalik Dilyar qilimiz davatı qachon boshlaydi bilmayman. Bizga logo avatinglar deydi. Bu yana shu tashkilotlarni yig'ib qilib davatgan o'xshaydi. Ammo tashkilotlardan o'ta xalqning kuchiga, xalqning ichidagi aktivlarga tayinish kerak bu ishda mencha. Chunki bu tashkilot, partiya deganlarning hech qaysisi Uyghur xalqininki diasporadagi Uyg'urlarning diqqatini jiddiy qo'zg'ayolmadi, o'ziga tortolmadi. Ya'ni jiq odamni keyniga ergashtirolmadi. Shunga bu tashkilotlar bilan qo'shib xalq ichidagi aktivlarni jiddiy bir yerga akilish kerak. Bu vaqtda Uyg'uriston ozodlik tashkiloti chaqiriq chiqadi. Ular chaqiriqni chiqarib qo'yibdi, bir harakatga o'tgani yo'q, ko'rmadik. Bu jiddiy harakat bo'lishi kerak. Harakat bo'lmasa, hozir Xitoy kulib yeyib o'tgan Xitoy xalqimizni hozir shu qirayotgan yosunda qirayveradi. Chunki bu millatni hech qanday qarshilik kuchi bo'lmaydi deganni. Hamma o shirkatninkimi Xitoyga bog'langanligini o'zlari debdi o'shidan birsi. Bu shirkatning mavjud bo'lishi Xitoyning planiga foydaliq degan yernim debdi. Shunga Xitoy kulib o'tirib qirayverdi qarindoshlar. Shunga oz so'zlayli, harakat ko'tayli, agar bir ish qila olsak, agar gurgur so'zligimiz rost gap bo'lsa, harakat ko'tayli, jiddiy bir yerga kelayli. Ko'pning ahli ko'p deb nima qila olamiz deydiganga javob shu yerdan chiqadi qarindoshlar. Ben yuqorqi ahvollarni ko'pchilikdan qaynab so'zlashini anglagandan keyin o'zimning qisqacha bir fikrimni berib qo'yay dedim. Gapni jiq qildik, ammo bir amaliy ish bo'lmayotdi. İnşallah bo'pmi qolar.